O'zbekistondagi shunaqangi ko'chatlarni yetishtirish bo'yicha nomer 1 turadigan, ya'ni Quva tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar, archalar, mevalar, gullar hammasidan bor ekan. Narxlarni yoritib beramiz. Aka, bunimiz nima deyiladi? Bu buruchina daraxtimiz. Ha. Qishni yozini balki to'kmaydi. Narxi 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. Tushunarli. Mana bularimiz Bu aka. Lavrolis. Ovqatga soladigan bargimiz. Ha. Bu ham 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. 250 ming so'mgacha. Bularimiz aka. Bu magnoliya daraxtimiz. Ha. Qishni yozini yam-yashil turadi, gullaydi. 150 ming so'mdan 550 ming so'm. 550 ming so'm. Bularimiz aka. Bu sariq italyanskiy shamshotimiz 350 ming so'm. 350 ming so'mdan. Bularimiz aka. Bu galboylar 90 dollar. 90 dollardan bundan kattalari ham bor ekan. Kattalari ham bor. Bu spiral gullarimiz, chupa-chup Bu gullarimiz bonsaylarimiz 380 ming so'm, spiral 350 ming so'm, piramidalarimiz 280 ming so'm. 280 ming so'mdan kelaverasizlar. Aka, mana palmalarimiz qanchadan qanchagacha? Bular 150 ming so'mdan boshlab 1 million 700 ming so'mgacha. 1 million 700 ming so'mgacha har xillaridan bor. Undan tashqari mana bunday nima deylardi bu? Kunkuvat. Kunkuva. Bularimiz narxlari Bular qanchadan? 550 ming so'm. 550 ming so'm. Mana shuni olasizlar, shuni o'zingizga olib yeboraverasizlar ekan. Kimga kerak bo'ladigan pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.